Ro'zador holda qo'limdagi yaraga dori surtsam bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador kishi qo'lidami yoki boshqa a'zolardagi bir yaraga maz yoki malham shunga o'xshagan dorilarni yoki yog'larni surtishda hech qanday muammo yo'q. Ulamolarimiz bunga ruxsat berganlar. Bu bilan ro'za buzilmaydi. Lekin fiqhiy kitoblarimizda mana shu joyda bir narsaga alohida e'tibor beradilarki, agar boshda bir yara bo'lib, u nihoyatda chuqur bo'lsa, unga dori surtilsa, boshni ichiga kiradigan holatda bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda demak mazlardan foydalanish mumkin emas deyiladi. Shuningdek, masalan, qorin atrofida ham shunaqa bir chuqur yara bo'lib, unga agar dori surtiladigan bo'lsa, oshqozonga yetib boradigan bir ehtimoli bo'lsa, mana shu yaraga ham shunday yuqorida aytilgan narsalarni surtishlik mumkin bo'lmaydi. Mana shu ikkita holatdan boshqa barcha yaralarga demak yuqorida aytilgan yog'midi yoki mazmi yoki shunga o'xshagan bir malhamlarni surtishda hech qanday muammo yo'q. Vallohu a'lam bis-savob.